Uyg'lashi, bosh og'riqlari, qon bosimini ko'tarilishi yoz mavsumi boshlanganda, kunlasiganda ko'payib boradi. Bu zirk ruschasiga barbarist deb nomlanadi. Xalqimiz orasida qora qand deb ham nomlashadi. Ko'proq endi oshlarga xalqimiz zavod sifatida foydalanishadi, lekin asosiy xususiyati jigar yaxshilikda, o't haydovchi, isitmani tushiruvchi, disbakteriya ichki ketishlarga foydali va qonni suyultirib, qon bosimini me'yoriga keltiradi. Tarkibida berberin alkaloidlari va E vitamini bilan C vitamini jihatdan juda ham boy hisoblanadi. Va beta karotinga ham juda ham boy. Buni 1 yoki 2 choy qoshig'ini bitta choynak qaynagan suvga damlaysiz, 1 soatga kun davomida 2-3 mahal ichib yurasiz. Ovqatdan yarim soat oldin. Zirkka ichib yurganingizda birinchi haftasida qon bosimi me'yorlashadi. Ikkinchi haftasida uyqu yaxshilanadi. Uchinchi haftasiga organizmda toksinlarni tozalanish hisobiga o'zingizda yengillik va quvvat his qilasiz. 4-haftasiga kelib hazm tizimi me'yorlashadi. Zirkni qon bosimi past yuradigan gipotonikligi, homilador ayollarga, emizikli ayollarga va jigar sirrozi bilan kasallangan bemorlarga tavsiya etilmaydi. Zirk sovuqlik hisoblangani uchun sovuq mijozli insonlarga tavsiya etilmaydi. Sababi sovuqlikni oshiradi, loqasiga chaqirishi mumkin. Agar siz sovuq mizoz inson bo'ladigan bo'lsangiz, buni zararini bartaraf qilish uchun asal qo'shib iste'mol qilishingiz tavsiya etiladi.